Yosh ota-onalarga tavsiya. Sizni bolangiz ko'p kasal bo'ladi, vazni kam va oshqozon ichak sistemasida har xil muammolar sizni bolangizni bezovta qiladi. Buning uchun oddiy bir tekshiruv usuli yordamida bolangizning immun sistemasini bilishingiz va sizni qiynagan yuqoridagi savollarga javob olishingiz mumkin. Bolani yoshligida immun sistemasiga javob beruvchi maxsus bir organ bo'lib, bu organ yosh kattalangan sari atrofiyaga uchrab yo'qolib ketadi. Yosh bolalarda esa immunitetiga, vazni yig'ishiga, kasalliklarga qarshi kurashishiga, tez kasal bo'lmasligiga, kasal bo'lganda ham uni tez tuzalishiga javob beruvchi maxsus organ haqida siz bilasizmi? Bilmasangiz, bu bez timus hisoblanadi, ya'ni velichkovitniy железа. Bu bez inson organizmidagi kasalliklarga qarshi kurashuvchi maxsus hujayralarni ishlab chiqaradi va bu yordamida organizm kasalliklarga qarshi tez va aniq javob beradi va bolani tuzalishiga yaxshi yordam beradi. Bu bezni aniqlash uchun esa qon analizi yoki har xil qiyinchilik bilan o'tkazadigan muammolar tekshiruvlardan farqli o'laroq oson, bezarar va tez bo'ladigan usul bu ultrazvuk apparati orqali biz bu masalaga javob topib beramiz sizga va farzandingizni sog'lom hayotga qaytishiga va uni sog'lig'ini uzoqroq bo'lishida sizga yordam beramiz. Agarda sizga ham shunaqa tekshiruvlar kerak bo'lsa, klinikamizga murojaat qiling va ro'yxatdan o'ting. Yanada to'liq ma'lumot uchun izohda plus belgisini qoldirib keting.